ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسى مەجبۇرلانغان ئۇيغۇر ئەمگەكچىلەرنى ئاشكارىلاش قانۇنىنى ماقۇللىدي. Bu qanun loyihasida Amerikada bozorga silingan tovar shirkatlarning Sharq Turkiston Uyg'urlarga aloqador ta'minlash zanjiri masalasi, yerlik savdo faoliyatlariga oid konkret uchurlar, import qilingan tovar yoki materiallarning majburiy emgak lagerlaridan ekanligi qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan. Bu Amerika Avam Palatasida 2 hafta ichida demokratlar kontrolligidagi Sharq Turkiston Uyg'ur masalasida ma'qullangan ikkinchi qonun loyihasi. Demokratlar vakili Jennifer Wakton Xitoy hukumatining Uyg'urlarga dahshatli ziyonkashlik qilishi, jumladan majburiy emgakni keng ko'lamda ishlatishini bir qism dongli xalqaro markalarning ta'minlash zanjirini o'z ichiga oladi. Amerikaliklar har kuni ishlatadigan mahsulotlarning telefondan tortib, kiyim-kechakgacha majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan yoki emasligini bilishi, kishilik huquq tafsirchiligi bilan til biriktirishga yo'l qo'ymaslik kerak dedi.